Barchaga salom. Bugungi podkast dasturimizga xush kelibsiz. Yoz mavsumi Headstar uchun juda ham barakali, omadli fasllardan biri bo'ldi. Bizda 7, 7,5 va 8 natija egallagan o'quvchilar ham bo'ldi. Bugun biz ular bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zimizni tanishtirsak, Ismim Samandar, familiyam Rahmatullayev. Shu yoz oyida oxirida IELTSdan overall 7,5 ballni qo'lga kiritdim. Speakingim 8 chiqqan. 8 juda ham zo'r. Men Iroda Ibrahimova Samandar bilan deyarli bir kunda ketma-ket IELTS imtihoni topshirdik va umumiy natijam 8 chiqdi. Siz uchun xursandman. Kelinglar, bir o'tmishga sayohat qilib olsak. Headstartda tayyorlanish jarayonlari, qiyinchiliklari va yutuqlari haqida bir eslab olsak. Qanday holatlar bo'ldi? Qanaqa qiyinchiliklar va xursandchiliklar bo'ldi? Menda Headstartdagi IELTSga tayyorgarlik jarayoni juda ham esda qolarli bo'ldi va ko'pchilik kandidatlar aytadigan fikrga teskari tajribali bo'ldi menda desam bo'ladi. Chunki bilasizmi, ko'pchilik IELTSga tayyorlanayotganda aytadiki, juda ham qattiq ishladim, kechasi uxlamadim, stress bo'ldi, yig'ladim. Mana shunaqa reaksiya bildirishadi. Ko'pchilikda bu mashaqqat bo'ladi. Lekin mani bu safargi tajribamda Headstart bilan intensiv kursda o'qisam ham, har kuni uyga vazifalar darslar bo'lsa ham, lekin ishonch bilan ayta olamanki, bu safar men uchun mashaqqat emas, rohatga aylandi. Juda ham maza qildim jarayonlardan. Har kuni juda ham ko'p ma'lumotlar olib, yaxshi guruhdoshlar bilan do'stona muhitda chiroyli kommunikatsiya bo'lib va katta orzular bilan chiroyli tayyorgarlik qila oldim deb o'ylayman. Buning uchun Headstar jamoasiga alohida rahmat. Men umuman boshqacha bo'lgan. Men ko'proq qiynaldim deb o'ylayman. Qiyinchiliklar ko'p bo'lgan, chunki ayrim sabablarga ko'ra deadline'ga ulgurmadim ko'p holatlarda. Iyun oyi juda ham ko'p deadline'larga ulgurmadim. Ya'ni uyga sifalarni, lekin o'sha julaydan boshlab to-do list qilib olgandim. Teacherlar maslahati bilan o'sha to-do listni 2 oy o'sha writingda ham, speakingda ham, ayniqsa speakingda har doim artikellar o'qishda o'sha to-do listga amal qilib, o'sha qiyinchiliklarni yengganman. Lekin juda oson bo'lmagan. Lekin natija juda ham zo'r bo'ldi. Oson bo'lmaganiga yarasha albatta. Xo'p, o'qituvchilarning o'rni qanaqa bo'ldi bu jarayonda? Qanday maslahatlar berdi? Shu haqida gapirsak. Keling writingdan boshlaymiz. Writingda Otabek teacher o'tdi. Shuning uchun eng yaxshi ballar writingda chiqdi bizda. 7 Ko'pchilikda ko'rdim, ko'pchilikda 7 dan past bo'lmadi. Guruhda writing asosiy omil bu Otabek akani bergan metodlari, o'rgatgan metodlari. Task-1ni 1 oyda tugatdik va o'sha iyunda tugagan bilan boshqa o'tirmadi task-1. Lekin task-2 2 marta, 2 oy o'tildi. 2 marta emas, 2 oy o'tdik task-2ni va o'sha task-1 tugaganiga qaramasdan har doim tekshirib borildi-da. Task-1 o'tmasligi mumkin, lekin doim o'quvchilar yozib borishdi. O'quvchilar 50 tadan ko'proq task-1 yozishgan. Har bir o'quvchi. O'zimiz guruhimiz bo'lardi. O'zim ochgandim. Task-1 guruh, o'sha writing guruhida. O'qituvchilar emas, o'zim ochgandim. Unda o'quvchilar o'zlari yozgandi. Share qilardi va bir-birimizga baho berardik. Balki noto'g'ridir, lekin shu yerda grammatikada xato qilib qo'ysa yoki lexical resursda nimadir kamchiligi bo'lsa, har doim bir-biriga aytardi o'quvchilar. Iyun oyida o'qituvchilar ko'rsatdi, shunaqa qilasan, yordam berasan. O'sha iyuldan boshlab hamma unconsciously boshladi shu narsani. Tushunib, collaboration boshlanib, shunaqa bo'lgan. Juda ham zo'r. Hamma shunga natijalar ham yaxshi bo'lgan ekanda. Team bilan ishlagansizlar, o'zlaring ishlagansizlar. Teamwork ancha yaxshi edi. Shunday. Keyin bitta kurs bir-biriga bog'langan. Masalan, writing, speaking va reading bo'limlari bir-biriga bog'langan. Shunchaki practice qilmardik. Masalan, writingda ham, speakingda ham artikel o'qirdik. O'shani masalan, speakingda artikel o'qisak, writingda o'sha artikel olgan idealarni yoki vocabulary ishlatib taskda yozardik. Yoki o'sha o'rgangan lug'atlarimiz readingdan kelib chiqardi. O'sha reading qilayotganimizda
o'sha o'rgangan lug'atlarimiz foyda berib, ancha tarjimaga yordam bergan. Bir-biriga bog'liq. Tushunarli. Keyin support teacherlar haqida gaplashamiz. Bilamiz, HeadStartda support teacherlar jamoasi mavjud. Ular sizlarni bu natijaga yetishda qanaqadir yordami tegdimi? Albatta, biz HeadStartdagi ko'plab servislar qatorida support teacher xizmatini ham judayam yuqori baholayman shaxsan va Samandar ikkalamiz har darsdan keyin har kuni support teacher yordami bilan Sojida ismli o'qituvchi qiz bizga yordam berdilar. Doim shug'ullanardik darsdan tashqari. Ular professional mahoratga ega, o'zini metodikasi bor, yaxshi kadrlar tanlashgan va sidqidildan o'z yordamlarini ayamasdan bizga materiallar tayyorlab kelib, darsdan tashqari, ya'ni ish vaqtidan tashqari ham bizga materiallarni bo'lishib, tayyorgarlik ko'rishimizga juda ham katta yordam berdilar. O'ylaymanki, bu servis boshqa nomzodlarga ham, IELTS tayyorlanuvchilari yoki umuman General English o'qiydigan kichikroq yoshdagi bolalarga ham juda ham qo'l kelyapti. Chunki hammani ham ota-onasi uyda ingliz tili darsini qilishga yordam bera olmaydi. Mana shu turdagi katta, kichik, har qanday yoshdagi, har qanday darajadagi o'rganuvchilar, ingliz tili va IELTSga tayyorlanuvchilar uchun ular to'liq ish kuni davomida ertalabdan kechgacha HeadStartda yaxshi faoliyat olib borishyapti. Ulardan minnatdorman. Judayam xursandman. Mana o'qituvchilardan, support teacherlardan tashqari yana nimalar sizlarga yordam berdi? Competition? Competition. Guruhdagi. We used to compete with each other. Yeah. Ozgina competition ham yordam bergan bir-birimizga. Masalan, o'zimda ichimda bo'lardi va yaxshiroq gapiraman Ro'da opadan yoki yaxshiroq writing yozaman derdida, rost shunaqa derdim. Menimcha yordam bergan rost. Chunki boshida kelganda ancha farq bo'lardi. Speakinglarni eshitardim, orada ancha katta farq bor. O'zim sezib turardim. Menimcha shu yana nima? Artikellarni aytgan bo'lardim, kitoblarni. Artikellarni support teacherlar bilan ishlaganda artikellar. Bitta tarjima qilib, analiz qilib deb Ha, eshitganman. shunaqa. Bu ham ancha katta Artikellarni yordam yordam beradi. berdi. Ya'ni shu yoz bo'yi artikel o'qimagan kunimiz deyarli bo'lmagan. Qaysi kun kasal bo'lib qolganda o'qimagan bo'lmasak, boshqa kun topa olmayman-da. Men boshqa faktorni ham aytib o'tmoqchiman. Bilamizki, masalan, IELTS kurslarida bizga 3 ta ustoz bir vaqtda o'zida dars o'tishdi, 3 ta professional. Ularda ikkitasi 8,5 IELTS bilan C2 darajada juda ham Jizzax viloyati uchun kam natijalardan biri desa ham bo'ladi, professional ustozlar. Va ularni mahoratlari, to'g'ri yo'l, aniq bergan instruksiyalari va HeadStartda mana shunday kuchli jamoa borligi uchun, o'ziga yarasha qadriyatlari bo'lgani uchun, sifat har doim birinchi o'ringa qo'yilgani uchun bu yerga har doim sifatni qadriga yetadigan, sifatli ta'lim olishni istaydigan kandidatlar keladi. O'zi o'quvchilar jamoasi bilan suhbatlashib ko'rsangiz ham, darajasini, qiziqishlarini, maqsadlarini ko'rsangiz ham, ular o'zini boyagi hayotda doimo sifatli ta'lim olishga harakat qiladigan xususiyatlarini ko'rsatishadi. Bu nimaga olib keladi? Siz qaysi guruhga kirmang, kuchli guruhda ichida, maqsad qo'ygan yoshlarni ichida bo'lasiz. Networking ham oshadi-da. Networking oshadi, kayfiyat juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni, masalan, men tahsil olgan guruhda Samandar bilan o'qidik. Hamma o'quvchilar juda ham potensiali baland, o'zaro chiroyli, yaxshi jamoani yaratadigan o'quvchilar. Chunki masalan, siz qanchalik ishtiyoqingiz bo'lmasin, guruhdoshlaringizda ishtiyoq u qadar yuqori bo'lmasa, o'rganishga bo'lgan muhabbat yoki jiddiy qarash bo'lmasa, maqsad bo'lmasa, baribir guruhda saviyasi sizni pastga tortib ketadi-da. Men shu narsani qadrlaymanki, bu yerga juda ham ko'p aynan sifatni qadrlaydigan, sifatli ta'limi orqasidan izlab keladigan o'quvchilar bo'lgani uchun har bir guruhda mana shu ruhiyatni sezish mumkin. Judayam ajoyib. Endi sectionlarga to'xtalsak, eng qiyin section nima bo'ldi va eng osoni nima bo'ldi sizlar uchun? O'zimcha speaking Eng oson. juda kutilmagan, eng qiyin. Eng qiyini Eng speaking. qiyin speaking bo'ldi, chunki appga tayyorlangandik asosan. Appga. Appdagi savollarga. Endi appdagi savollarda ichidagi g'oyalarni olmaganmiz, faqat savol tushishi mumkin deb o'shadagi
mavzularni tuzib chiqqandik Hmm. va o'sha mavzularda artikl o'qidik. Hmm. Ichidagi g'oyalarni gapirishga va ko'pchilik bir xillikdan qochdik. Hmm. Masalan, app hammada bor. O'sha g'oyalardan, boshqacha g'oyalar uchun artikllar qidirdik. Hmm. Lekin ichkarida appdan tushmadi. Mhm. Part 1da ham, Part 2da ham, Part 3da ham appdan tushmadi. Va ekzaminlarda aksenti ozgina qiyinchilik tug'dirdi savollarni Qaysi davlatda tushunishda. edilar? E, No idea. Eronlik bo'lsa kerak. Bilmadim. U stressda ismini ham eslamadim. Aha. Shuning uchun juda qiyin boshlandi. Chunki speakingdan juda ko'p narsa kutayotgandim. Man Part 1ni yaxshi boshlab olaman, 2-3da keyin urib ketaman degandimda, keyin Part 1ni uncha yaxshi boshlamadim deb o'ylayman-da. Ya'ni moklada topshiradigan yoki sinfda gapirganda uncha yaxshi gapira olmadim. Moklada yaxshiroq gapirardim. Haqiqiy moklada, lekin ichkarida uncha gapira olmadim to'g'risi. Chunki savol yangiligi uchun ekzaminda stress ancha o'zimda kuchli bo'lganda stressdan chiqib qolmadim. Hmm. Lekin Part 3da kelib stressga chiqib ketdim. Chunki uncha qiyinlik tushunmadim. Qiyinchilik tug'dirmadi. Juda ko'p savol berdi. O'z bildim o'sha ko'p savol berishidan menimcha sinayapti, yaxshiroq ball berishdi. Adashmasam 10 ga yaqin savollar berdi. Oxirida o'sha psixologiyaga, o'sha sotib oluvchining psixologiyasiga nima ta'sir etishi mumkin. Shu savollargacha ham yetib bordi. Eng qiyin speaking bo'ldi. Eng qiyin speaking bo'ldi. Chiqqanimda expectationim juda tushib ketdi. Yaxshi chiqmaydi. Uncha moklada 8 olgandim 2 marta. Yo'q, chiqmaydi, unaqa chiqmaydi. Yo'q. Shuncha stress bilan ham baribir 8 qo'ydim. Lekin stress bilan ham qoniqmasangiz ham 8 olasiz. Qoniqqaningizni bilmadim. Zo'r bo'lib ketardi. Shu jihatdan man bitta narsani e'tirof etmoqchiman. Mana Head Startda mokla bor. Bilasiz, productive skillni baribir inson omili yordamida tekshirish kerak. Writing, speakingda. Ustozlarimiz qo'ygan baholar imtihonda ham o'zini oqladi. Bu ularni qanchalik professional yondashishini yana bir marta isbotladi. Shu jihatdan mana ustozimiz Dilmurod Isakulov har doim xuddi shu baholarni berib, yaxshi gapirganlarida bundan ham baland baho qo'yardilar. Stressga tushsang 8 TOEFL gapirasan degandilar. Shu narsa imtihonda ham bo'ldi. Men mockda writing yozganimda 7,5 olganman. Hayron qolganman. Unaqa yoza olmayman-ku deb o'yladim, ustoz motivatsiya bo'lsin deb. O'yinlar deb o'yladim, lekin haqiqiy imtihonda ham mana shu ballni oldim. Yana ham ishonchimiz komil bo'ldi. Ya'ni ularda skilllarda, productive skilllarda ham baholashdagi mahoratda, kriteriyalarda to'liq qo'yishar ekan, chiqishar ekan degan narsaga men yana bir marta qoyil qoldim. Bularga yozganman ham, menimcha oshirib qo'yishyapti-yu. 8 gapirmaymiz, unaqa 8,5, ba'zi 9, ba'zi bir savolga unaqa gapirmayapmiz-ku derdim-da. Bularga yozganman ham. Keyin bular baribir ishonib, yo'q, imtihonda ko'ramiz, qani nima ekan. Nima deganmisiz? He knows what he's saying. Dilmurod teacher nima qilayotganini biladi degan. Yes, I was right. Yeah. Sizga savolim bor. Misol uchun speakingda 8 oldingiz. To'g'risini aytsam bu ham katta narsa-da. Misol o'sha jarayonda nimadirlar bo'ldimi yoki o'zi mockda nimadirlar bo'lgan? Men bu savolga tushunmay qolgan paytingiz yoki qiynalgan paytingiz o'shani qanaqa metod foydalanib yoki life hack foydalanib chiqib ketgansiz o'sha vaziyat? Savolda tushunmaslik ekzaminlarda aksentiga ham bog'liq. Agar siz shunchaki so'rasangiz bo'ladi, qayta savolni qaytarib so'rasangiz bo'ladi. U sizni ballingizga ta'sir etmaydi. Ba'zi bir savollarga shoshmasdan javob bergan ma'qulroq. Ya'ni shoshish kerak emas. Ma'lum bir muddat o'ylashga vaqt bo'ladi. Agar fikrlaringiz ko'p bo'lsa, uni chiqarib berishingiz ancha osonroq bo'ladi. Lekin shunchaki all right, let me think about it. I'm in dilemma. Yoki shunchaki rostini ham aytsangiz bo'ladi, masalan, I should have learned more about it. I have no idea about it. deb boshlab, shunaqa bo'lsa kerak deb javob bersangiz ham bo'ladi. Ya'ni psixologiya yoki nimangizni tekshirmaydi-da bu yerda. Sizni tilingizni, O'sha speaking imtihonini asosiy maqsadi o'sha topshiruvchi
kommunikatsiyada qanchalik yaxshi. Ya'ni chet elga chiqsa, o'qishga topshirsa, ishlasa, qanaqa vaziyatdan qanaqa chiqadi yoki qanaqa javob beradi. Eng muhim narsa, ya'ni nima demoqchi bo'lganingizni yetkazib berish. Ya'ni qanaqadir lug'at, fikr ko'rsatib berish emas. Ya'ni speakingga ko'pchilik qanaqadir klishe vocabulary, o'zi high level C2 so'zlarni ishlataman, olaman deydi. Bu narsa uncha ahamiyatga ega emas menimcha. Asosiy narsa qanchalik tabiiy. Qanchalik. Mayli u sal darajasi pastroq B2 dir yoki C1 dir so'zlar. Ba'zida B1 so'z ham noto'g'ri C2 so'zdan yaxshiroq. Ba'zi bir joylarda. Qanchalik tabiiyligi bor. Siz nima demoqchisiz? Shunda qanaqa yo'llar bilan yetkazib bera olasiz? O'sha lug'at va grammatikani ishlab. Grammatikada speakingda ko'pchilik qiyin grammatika ishlatishim kerak deydi. Ya'ni 9 olish Advanced grammar deydi. Yo'q, unaqa shart emas. Asosiysi deb o'ylayman, o'sha siz ishlatayotgan, masalan, yettamoqchimisiz speakingda, siz gaplaringizda, ya'ni xatosiz grammatikasi xatosiz bo'lgan gaplaringiz soni o'sha xatoli gaplaringiz sonidan ancha ko'proq bo'ladi. Ya'ni grammatikada ko'proq rangedan ko'ra kamroq xato qilish mumkin. Tushunarli. Xo'p, dars jarayonida, kursda, misol uchun kulguli voqealar bo'lganmi? Hech shunaqa bo'lgan deb eslashga undaydigan voqealar. Ro'da bo'lgan. Bo'lgan. Endi hozir eslab ko'rish kerak. Kutilmagan savol bo'ldi deyman, to'g'rimi? Kutilmagan savol bo'ldi. Albatta, kurslar har doim xotiralarga, voqealarga, suhbatlarga boy bo'ladi. Uchta tekshirishlar. Albatta, juda ham ko'p bo'lgan. Bittasini eslayman. Reading kursi edi. Readingda men avval savollarni o'qib olardim-da, hamma savollar. Hamma tekstni o'qirdim va javob berardim. Ustoz boshqacharoq texnika o'rgatayotgandilar. Paragraf bo'ylab ishlash texnikasini o'rgatayotgandilar. Men tusha olmaganman ularni tezligiga. Ular bitta paragrafni tahlil qilib, hamma savolni ko'rib chiqquncha keyingisini o'qigim kelib ketaverardi. Savollarga kelganda adashib o'qotib qo'ygan joylarim bo'lgan, rosa noqulay vaziyatga tushib qolganman. Va xuddi o'sha payti shunaqa vaziyatga tushgan yana bitta o'quvchi bor ekan guruhda. Ulgurmayapman, topa olmay qolyapman deganlarida ko'pchilik uni ustidan kulganda, hamma qanaqa tushmayapti deb o'ylashganda, lekin men ham uni his qilyaptdim-da. Bir edingda. Voy, anaqa menda ham shunaqa bo'lyapti, lekin ayta olmaganman. Ustozga ham ayta olmaganman, hammani oldida tan ham ola olmaganman. Bu bilim bilan bog'liq emas, texnika bilan bog'liq. Ya'ni qaysi texnikaga o'rganib qolsangiz, keyin boshqa texnikani kiritishda qiyin bo'ladi. O'zi o'rganish. Samandar yonimda edi. Samandarga lekin tan olganman. Samandar, men ham ulgurmayapman deb. Men uchun shu esda qolarli bo'lgan. Qanaqadir uyalganmanmi tan olishga. Keyin joyiga tushib ketdi, lekin o'sha texnika bilan ishlab 8,5. 8,5 readingdan. Juda zo'r. Xo'p. Headsetni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Second home. Friends. And what? Family, I guess. Family, of course. Men uchun headset bilim, birinchi navbatda qadriyat, o'ziga xos qadriyatlari bor. Ustozlarni o'zini value deydi-ku, fundamental valuelari bor, hech qachon chiqishmaydi. Tinda ham shunaqa qadriyatlar bor. Va quvonch. Bu yerda har doim xursandman, hamma bilan xursandman, yoqimli xotiralar bor. Men uchun shu sifat, qadriyat, quvonch, sifatli bilimlar. Albatta. Xo'p, ingliz tiliga endi kirib kelayotgan o'quvchilarga nima maslahat berardingiz? Ular to'g'ri yo'l tanlashganmi o'zi? Albatta. Albatta. It can open many doors for them. Keep your expectation low. And try your best, I guess.
Menimcha ko'pchilik o'zidan ko'p narsa kutib oladi. Ya'ni o'sha kutilmalarni ancha kamaytirish kerak, ancha pastroq qo'yish kerak. Va o'zini necha soat dars qila olsa o'sha kimdadir potensiali 7 soat, kimdadir imkoniyat potensial bo'lishi mumkin, lekin imkoniyati 10 soat. Qo'ldan kelgancha. Shunday. Iloji boricha harakat qilish kerak. Kamroq kutib, ko'proq harakat qilish. To'xtab qolmaslik kerak. Bu butun umr davom etadigan jarayonda siz doim o'rganishda bo'lishingiz kerak. Siz jarayondan zavqlanishni bilishingiz kerak. Beshikdan to qabrgacha ilm izladi. Albatta. Va til bu o'z-o'zidan juda ham ko'p ma'lumot, ozgina yangi kulturani elementlari, shu payt filtrni to'g'ri ishlatishni bilish kerak. Qaysi jihatlarini olish mumkin o'sha kulturani til bilan bog'liq. Qaysilarida biroz ko'z yumish kerak, aylanib o'tish kerak, chunki hozir yosh avlodni ongida bu filtrovka doim ham yaxshi ishlamaydi. Ya'ni ham milliyligimiz, o'zbekchilikda o'zimizni qadriyatlarimizni Unutilmagan qolib, lekin o'sha til bilan keladigan boshqa informatsion manfaatlardan maksimal darajada foydalanish kerak. Tushunarli. Rahmat ikkingiz uchun ham. Suhbat juda ham ajoyib bo'ldi. Qiziqarli ma'lumotlarni oldik, bir dastalga qilib oldik. Sizlar uchun ham rahmat, bizlarni kuzatganingiz uchun rahmat. Keyingi sonlarimizda yana kutib qoling. Xayr. Bye.